islomni ko'p kishilar do'st tutmasdan, balki ham musulmonlar deb musulmonlarga nafrat bilan qarab, musulmonlarni olimlarga ham nafrat bilan qarab o'tkazadi. Yo islom bilan kurashadi, yo masjidni buzib yashagan bo'ladi, yoki ahli islomlarni habs qilib yashagan bo'ladi. Mana bu narsa hayotining bir qismi bo'ladi. Islomni bir haqiqatini bilib qabul qiladi ba'zi kishilar. Alloh baxt saodatli qilgan, qabul qilgan vaqtida islom o'tgan gunohlarga kafforat bo'ladi. Ammo islomdan keyin ba'zi ko'p bu tavbalar qilgandan keyin ko'p xatolarga ham yo'l qo'yib qo'yadi. Mana shuning uchun birodarlar, hammamiz ham o'lim to'shagida Alloh nasib qilsa yotamiz, bo'lmasam yotishga ham ulgurmaymiz. Mana bu soatda ko'z oldingizdan hayotingizda qilgan ishlaringiz keladi. Islomni 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qiganingiz, islom Qur'onlarni bilganingiz, Qur'on darslarini o'rganganingiz, hadis darslarini o'rganganlaringizga hamd aytasiz. Ammo birovlarga zulm qilgan bo'lsangiz, birovlarning haqqini nohaq yegan bo'lsangiz, birovlarning yetimlarning molini yegan bo'lsangiz, mana bunday zulmlar qilgan bo'lsangiz, ko'z oldingizdan o'tib, menga nima zarur edi? Shu ozgina hayot ekan, mana ketyapman Allohning huzuriga deb ko'p nadomatlar qilasiz. Yoshlar ko'p nadomat qiladi. Mast qiluvchi ichimliklarni ichganligiga, qimorlar o'ynaganiga ko'p attanglar qiladi. Bu hayot shu ekan-u, men uchun nima uchun kerak edi bu narsalar deb attang qiladi. Shuning uchun har bir odam shu soatda Alloh nasib qilsa yotadi, ko'z oldidan keladi. Farzandlarimning hamma olib bergan dunyosiga quvonibman, afsus bularni hidoyati haqida o'ylamabman deb ko'p attanglar qiladi birodarlar. Vali bo'lib, rahbar bo'lib ishlagan kishilar qo'l ostidagilarga zulm qilgan bo'lsa, men mana shu valilik, shu ahvolim shu ekan, mana shu holatda ekanman, ko'p zulmlar qilibman, menga nima zarur edi bu zulmlar deb ko'p attanglar qiladi birodarlar. Bu soat albatta keladi. Bunda shak shubha yo'q. Bu soatda faqat inson hayotida qilgan islomiy Allohning buyrug'ini qilgan, rasulining buyrug'ini qilgan ishlargagina quvonadi. Boshqa narsaga quvonmaydi. Haromdan topgan dunyolarga quvonmaydi. Bu vaqtda poralariga quvonmaydi. Mana shu soatda faqat halollik bilan yashaganligiga o'zi quvonadi xolos. Shuning uchun o'zining g'oyasi, o'zining pok g'oyasi yo'lida yashab davom etib ketishlik har kimga nasib bo'lmaydi birodarlar. Pokiza bo'lib yashashlik, Alloh subhanahu va taoloning haqiqiy bandasi bo'lib yashashlik hammaga nasib bo'lmaydi birodarlar. Alloh baxtli qilgan kishilarga bu nasib bo'ladi. Inson ozgina dovdirashlik bilan, ozgina zulm bilan o'zgarib qoladi. Shuning uchun mana shu kun hammamizga keladi. Shu vaqtda ko'p yuragimizdan yig'laymiz. Juda ham u yig'ini biz hayotda shuni tirikligimizda ko'p yig'lamoqligimiz kerak. Ana shu vaqtda ko'p afsus nadomatlar bo'ladi. Biz ham mana shu amonatni, Allohning amonatini xalqlarga aytib olganimizga inshaalloh shu kundan Alloh nasib qilib shunday yotish nasib bo'lsa, Allohga hamd aytamizki, shu amonatni hech kim rioya qilmasdan, xalqlarni obro'siga aldanmasdan, xalqlarning qarshiligiga aldanmasdan shu amonatni yetkazishlikni Alloh nasib qilsin deb Allohdan faqat shu narsani so'raymizki, shu amonatiki, haqiqat amonatini odamlarning ustiga bu yetkazib qo'yishlik. Xolasin odamlar haqiqatlarni qabul qilib jannatga daxil bo'lsin, xolasin uni qabul qilmasdan jahannamga o'tin bo'lsin. Mana bu narsa amonatdir olimlar ustida. Mahalla muhitliklari ustida amonatdir. Yoshlarni namozga chaqirish, haqiqatga chaqirish, Allohning bandasi bo'lishlikka chaqirish mahalla peshvolarining amonatidir. Ertaga yoshlar aytadi, biz bularni to'riga o'tkazardik, hurmat qilardik, bularni biror so'z aytsak bajarardik deyshadi. Ular shuning uchun shu amonatlarni har birimiz yetkazib qo'yishligimiz vazifamizdir. Bunga Alloh juda katta ajr beradi birodarlar. Bu ajr ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, inson hayoliga kelmagan katta bir dabdabalik qasrlar Allohning jannatidir bu. Bu jannatda biz berilgan noz ne'matlar misli yo'qdir.